Bir oylik bolam bor. Sut ichganidan so'ng xirillab qoladi. Bunday vaziyatda nima qilishim kerak? Juda ham yaxshi savol bo'ldi. Bu juda ham ko'p onalarimizni hozir qiynab kelayotgan va qiziqtirayotgan savollardan bittasi. Ularga quyidagicha javob beraman. Ya'ni hozir ko'p onalarimiz tajribasizligi evaziga deymizmi yoki e'tiborsizligi natijasida mana ko'p onalarimiz bor, kechki payt turib bolani ozgina 45 gradus o'zi ushlash kerak. O'shanda emgandan keyin ozgina tik ushlab turish kerak. Ichidagi havo chiqib ketib, bola gaz chiqargandan keyin, og'zidan kekirgandan keyin o'sha ichgan suti yuqori nafas yo'liga tiqilmaydi va natijada bolada xirillash yuzaga kelmaydi. Onalarimiz bu narsaga e'tibor berishmaydi. Yotgan holatda emizib, yo uxlab qolgan bo'lsa shundoq tashab ketishadi yoki shundoq olib yurishadi. Natijada ichgan suti bolaning yuqori nafas yo'li burniga tiqma hosil bo'lib, xirillash yuzaga keladi va nafas olishga qiynaladi. Keyingi safar bola sut emishga qiynaladi, injiqlanadi, emishdan уже voz kechadi va yig'lash, bezovta bo'lish holatlari yuzaga keladi. Shuning uchun onalarga maslahatim shuki, albatta bolani emizgandan keyin ozgina tik holatda ushlab yoki 90 yoki 45 gradusda ozgina ushlab turib, o'sha og'zidan kekirish hosil bo'lgandan keyin yana o'sha o'z holiga yotqizib, bemalol bolani uxlatishlari mumkin.